Shunday qo'l tegsam degan bor qo'l tegsam deb turdim. Qo'l tegsa o'zi og'riq bor, ha? Pastda deganda bu. Lekin oyog'ingizni to'liq qo'yolmayapsiz-ku, qani? Qo'rquv bor. Qo'rquv bor ham asal o'tirdim-ku, men o'tirsam og'rimaydi. Qo'yma qani. Men yursam, yurganiga yuraman. Bir 10 minut, 5 minutdan keyin yuramay qolaman. O'tiram, bitka turamay qolaman. Shu o'tirib, mana shu o'tirib olaman bu nosiyatda. Turishga yani. Mana shunday esa og'riydi, chidayman bo'lmasa, mana shu kechada. Tushunarli. Rementingiz bormi? Olib tashlang rementingizni. Keyin bir ukol oldim. Qayerdan oldingiz? Mashinada ukol qildi. 2-3 ta, keyin mana yerdan, bu pastdan. Qachon oldingiz? Bir oy bo'lib qoldi. Foydasi bo'lmadi. Bo'lmadi, bir kun. Blokada deganda, qiyomat umurtqadan qo'rqish. Nasib güzel. Shular og'riq. Og'riqlar, mana shular. Umurtqadan sal nagruska ko'proq bo'lgan, qisilish zo'r. Qara. Yaxshigina qisib. Mana bu yengilroq. Mana bu yengil, ko'ryapsiz. Mana bu og'ir. Og'ir kuchli demoqchisiz. Aşırı bu. Aşırı bu. Sizde boş ağrıdan bu, soylarınızdan uyuşadı. Şunday kolları oyoq. Çıkın daha fazla çıkarın. Beş gün. Neydi sizde? Sadece yürek sancısı ham her zaman bo'lgan, keyin nafas qisilishi ham bo'lib qolganda, uniki yurakdan emas, mana bu umurtqadan bo'ladi-da narsani. Ko'pchilik shunaqa holatda kardiologga qarab yuguradi-da. Hozir davom ettiramiz. Bir o'zingizni holatingizni ko'ring. O'tirib turishlaringiz qanday? O'tirib turishni ham rekma taqib ko'ring. Holatni biladi. Egiling, oldiga qarab egiling. Turishlaringiz qanday? O'tiringchi. Ko'rpachaga o'tirasiz-ku, qanday? Bunday o'tirib turishdimi sen? Ha. O'tirib turishdimi? Shu bu tarafdan turib, bu tarafdan turaman. Nasıl bitta turamda. Oyog'i bilan turing chiqing. O'ng tomonga. O'tiring, bemalol. Açıp-chi. Boshqa kam. Bilinyapti, borligi kamayganda o'zingiz sezyapsiz-a? Buncha bu tarafdan turamayman. Aslında şu çapı tayanib bunday. O'tirib turing, buraydi, shu ko'rpachaga o'tiring, og'riydigan harakatlarni hammasini qiling. Yo'q, to'g'ri ko'taring buradan. Bundan yurib ko'ring o'zingiz. Shu nashasa shu chog'ar nashasa. Kamroq tortishib turibdi. Tortishgan. Endi kamroq 2-3 kunga nasib bo'lsa o'tib ketish kerak ular. Shunday yurgandim shu yoqqa tashlaganimda faqat shu. Boshqa yo'q. Hozir kamaydi, ha, shu. Juda kamroq qoldi. 2 haftadan keyin bir marta kelasiz, общий yana 2 marta kelishingiz kerak. Mana bu tashqari. O'rtasida vaqt 2 hafta bo'lish kerak. Chunki sizda bel emas, boshqa o'rtadan boshqa joylar ham qisiladi, to'liq. Shuni hisobiga sizda masalan bosh og'rig'ilar, qisish, nafas tutishlar hammasini yana 2 marta kelsangiz, o'zi ikkinchi martada ancha yengil, uchinchisi balki shart bo'lmaydi, ko'ramiz. Lekin bitta hijama qilib keling bir joyga. Sen ertalab qilasan bo'lajami? Bo'ladi, erta qilsangiz ham bo'ladi, bugun ham qilsangiz ham bo'ladi, vaqtingizga qarab. Просто men vaqtim yo'q, o'zim ham qilolaman, vaqtim yo'q meni. Masalan,